Mercedes-Benz tarixidagi eng eksklyuzivniy va eng noyob ishlab chiqarilishi kam bo'lgan kuzovlardan biri. Bor yo'g'i dunyo bo'yicha 350 dona ishlab chiqarilgan ekan. SL65 AMG Black seriya. Avtomobilimizning ikkita eng chiroyli jihati bor. Bittasi kapot, ikkinchisi esa uning body kitlari bo'ladi. Kapot ostida shahar bo'yicha legalni, ya'ni yurishi mumkin bo'lgan ruxsat berilgan gonishli avtomobil desak xato bo'lmaydi. Bu avtomobilimizda 12 ta silindr, tasavvur qilasizmi? 12 ta silindr 670 ot kuchini chiqazib bera oladigan 6 litrli ob'yom motor, ko'ryapsizmi? Va 1000 newton metr bo'ladi. Bu biza sotadigan, reklama qiladigan pikaplarni newton metr bilan почти bir xil degani 1000 newton metr bo'ladi. Avtomobilimiz agar original bo'lsa va zo'r holatda bo'lsa, o'rtacha boshlang'ich narxi 350 ming yevrodan boshlanar ekan. İçini bitti ko'ring. Bismillah. Avtomobilimiz nima deb o'ylaysizlar? Original holatdami yoki bu body kit qilinganmi? Bizlarning kuzatuvchilar orasida Mercedes-Benz juda ham yaxshi tushunadiganlar bor albatta.